Dinimizda erkaklar va ayollarning avrati aniq belgilangan. Shariatda Hanafiy mazhabida ayollar uchun qo'li kaftigacha, oyog'i oshig'igacha hamda yuzi soch chiqqan joydan iyalarigacha ochiq yurishlikka ruxsat berilgan. Biz birodarlar Hanafiy mazhabidamiz. Biz mazhabni fatvolarni aytamiz va mazhabdan chiqmaymiz. Bizning mazhabimizda ayol kishining yuzi, ikkita kafti va to'pig'idan pasti avrat hisoblanmaydi, ochiq yurishlikka ruxsat berilgan. Qolgan tana a'zolari ayol kishi uchun avrat bo'lib hisoblanadi. Avrat hisoblangan a'zolarni yopib yurish islomda hijob yoki tasattur deyiladi. Biroq niqob farz emas. Hozirgi kunda hijobning darajasiga, ya'ni farqiga bormaydiganlar ham ko'p. Shuning uchun hijob asosiy farz. Hijobning, tasatturning aniq bir shakli, sifati yo'q bo'lgani uchun ulamolar har bir odam o'zi yashagan yurtning urf-odatiga mos keladigan holda kiyinishi to'g'ri bo'ladi deb hisoblagan. Endi soqol qo'yish esa islom dinida sunnat amallaridandir. Uni ozoda va toza qilib yurish odoblardan hisoblanadi. Islomda kiyinish madaniyati va soqol qo'yish odoblarini tushuntirish va yoritish yo'llari bilan yetish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz, deyiladi ulamolarning e'lonida. Yurtimizda birodarlar dinimizga juda bir katta kengchilik berilgan. Masjidlar serob, obod, madrasalar serob, obod, ilm o'rganaman degan odamga hamma sharoitlar muhayyo. La in shakartum la azidannakum deydi Alloh taolo. Mana shu ne'matlarda shukrni ado qilsanglar ko'paytirib beraman degan. Biz Hanafiy mazhabidamiz. Dinga amal qilishlikdagi dasturimiz mana shu mazhabimizning fatvolari. Birodarlar, biz oyat, hadis, hukm bilan emas, mazhabimizda aytilgan fatvolar bilan yurishimiz kerak. Oyat, hadisdan hukm chiqarib, oyat, hadisga to'g'ri amal qilib ketishlik mujtahidlarning darajasi. Siz bilan bizga o'xshagan avom xalq mazhabning fatvolari bilan yashaymiz. Modomiki biz Hanafiy mazhabida ekanmizmi, mazhabdagi narsani aytamiz. Imom Shofiy aytgandek, bir yurtda ma'lum bir muayyan bir mazhab hukm surib turgan bo'lsa, bu yurtga boshqa mazhabning fatvosini olib kelishlik to'g'ri bo'lmaydi, xato bo'ladi degan. Bu yurtda yashagan musulmonlar 1000 yildan beri Hanafiy mazhabi bilan kelyaptimi? Hanafiy mazhabi bo'yicha yashashimiz kerak. Biz boshqa mazhablarni hurmat qilamiz, ularni ham to'g'ri deymiz, lekin bizning o'zimizning mazhabimiz bor. Endi bizning mazhabimizda ayol kishining yuzi avrat emas deb aytilgan. Modomiki Hanafiy mazhabini ushlab kelibdimi bu yurtdagi musulmonlar uzoq asrlardan beri ibodatda, muomalada mazhabimizni ko'rsatmalardan tashqariga chiqmasligimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar shunday qilsak, musulmonlar mazhab bilan yuradigan bo'lsa, o'rtada ixtilof, bo'linish, fitnalar bo'lmaydi. Endi mana shu O'rta Osiyoda 1000 yillardan beri yashab kelgan minglagan ulamolar Hanafiy mazhabi bilan yashashdi. Xotirjam bo'linglar birodarlar. Mazhabda bir fatvo aytildimi, bir masalaning javobi berildimi, xotirjam bo'ling, hujjat dalili bor. Hanafiy mazhabini har bitta aytayotgan fatvosini hujjat dalili bor. Hali hujjat so'raydiganlarga-da. Bular havodan olib gapirishmagan. Hijobni birodarlar farz ekanligida hech kim ixtilof qilmaydi. Ayol kishi badanini yopib yurishligi kerak. Bizning mazhabimizda ayollarni yuzini niqob bilan to'sishlik farz ham emas, vojib ham emas, mustahab deydi ulamolar. Ayrim holatlarda agar ayol kishi haddan tashqari go'zal, haddan tashqari chiroyli bo'lib, nomahram erkaklarning ko'zi tushib, fitna bo'ladigan, boshi aylanib qoladigan darajada go'zal bo'ladigan bo'lsa, shunaqa ayollarni niqob bilan to'sishligi lozim bo'ladi. Lekin umumiy suratda ayol kishining yuzi bizning mazhabda avrat emas deyilgan. Kiyimni rangiga keladigan bo'lsak, birodarlar, albatta bu ayollarning hijobi qora rangda bo'lishi shart emas. Hijob deganda aniq rangi, aniq bir nimasi yo'q. Shabloni. Keng bo'lsin, uzun bo'lsin, badanini
ya'ni qomatini ko'rsatmasin, shaffof bo'lmasin, ko'z tortmasin. Odamlarning nazarini o'ziga tortmasin. Shu hijob. Albatta qora bo'lishi shart emas, birodarlar uni. Xulosa. Mazhabimizni ko'rsatmalariga amal qilishlik siz bilan bizga lozim va lobud bo'ladi. Bir mazhabni ushlash, bir mazhabda mahkam turishlik musulmonlarning oralaridagi ixtilofni, bo'linishlikni oldini oladi. Fitna va kelishmovchiliklarga barham beradi. Alloh azza va jalla mana ota-bobolarimiz ushlab kelgan Hanafiy mazhabini mahkam ushlab, uni fatvolaridan tashqariga chiqmasdan birdan bo'lib fitna, kelishmovchiliklarni oldini olib, xotirjam yashashlikka tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalamu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.